Ertalab turganingizda sizlarda ham shunaqa muammolar bormi? Bel og'rig'i, bosh og'rig'i, uyquga to'ymasdan turishlar. Bularning asosiy sababi matrasga borib taqalashini bilarmidinglar? Noto'g'ri matrasda yotishlik bu sizga katta minus zarar keltirishini men sizga hozir shu videoda tushuntirib beraman. Ismim Javohir, 2013-yildan beri matras faoliyati bilan shug'ullanib kelaman. Shu paytgacha yuzlab, minglab odamlarga xizmat ko'rsatganmiz. Shu paytgacha birorta mijozlarimizdan jalbi yoki matraslarni qaytarib olib ketinglar degan gap eshitmadik. Sababi har bitta mijozlarimizning ustlarida ishlab, ularga qanaqa matras kerakligini aniq tashxisini qo'yib turib va o'sha matrasni yasab berganmiz. Shu sabab klientlarimiz bizdan 100% rozi bo'lishgan va shu videoda ham matrasni qanaqa tanlash kerakligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Matras tanlashda o'zi nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Eng asosiysi 3 ta sabab bo'ladi. Birinchisi bu sizga qulaylik berish kerak. Ikkinchisi bu tanlagan matrasingizni qancha muddat sizga xizmat ko'rsatishiga ahamiyat berishingiz kerak. Uchinchisi narxga. Ko'p klientlarimiz birinchi o'chiritda narxga e'tibor qaratishib qo'yishadi. Bu narsa sizlarga ancha minus olib keltirishi mumkin. Narx jihatdan ham yutqizib qo'yasizlar. Sababi noto'g'ri matras tanlaysizlar-da, uni 2 marta, 3 marta alishtirishingizga to'g'ri kelib qoladi. Bu sizga byudjetingizga katta zarar olib keladi. Bundan tashqari, sizda sog'lig'ingizda ham muammolar keltirib chiqadi. Buni ketidan sizda ketma-ket xarajatlar qo'shilib, ulanib ketaveradi. Maslahatim har doim matrasning narxiga emas, birinchi o'chiritda sizga komfortning zonasiga qarashingiz kerak. Chunki aksariyat umringiz vaqtingiz shu matrasning ustida o'tadi. Kamida 8 soat odam uxlaydi. Shunaqa matraslar bor, 8 soatdan oshiq uxlasangiz sizga hech qanaqa zarar keltirmaydi. Shunaqa matraslar bor, siz 8 soatdan uyog'iga o'zi yota olmaysiz. O sizni muammolar duch kelaverasiz. Qoningiz yaxshi aylanmaydi, boshingizga kislorod chiqmaydi, har xil grijalar, bel og'rig'i, bo'yin og'rig'i, har xil muammolar kelib chiqaveradi. Bu muammolarga sabab asosiysi noto'g'ri matras tanlab qo'yish. Kerakli misol tariqasida sizga bir dona klientimizning o'tiflari haqida gapirib beraman. Bundan bir 2 yil oldin bir klientlar bo'lib keldilar. Bizda ortopediskiy matras bilan anatomический matras oldilar. Qizlarga ortopediskiy oldilar, o'zlariga anatomический matras oldilar. 2 yildan keyin aloqaga chiqyaptilar. Qizimga anatomический matras yasab bering deb. Sababi ortopediskiy matrasda qizlari o'zlarini diskomfort his qilganlar qattiqligini hisobiga. Undan keyin ular yana qattandir yumshatish uchun topper ham zakaz qilganlar. Unda ham anatomический effektini olmaganlar. Oxir oqibat baribir anatomический matras olishga majbur bo'lyaptilar. Bunaqa xatolarni qilmasligingiz uchun sizlarga men tavsiya etadiganim har doim birinchi o'chiritda komfortni oldiga qo'yish kerak. Birinchi o'chiritda komfortni tanlab olsanglar va o'shanga qarab sizda ortiqcha muammolarga duch kelmaysiz. Ayniqsa kasalliklarga va 2 marta, 3 marta xarajat ham qilmaysiz. Hozirgi klientimiz ham 3 marta xarajat qildilar. Qarabsizki, o'zi 3 marta xarajati 3 ta matrasi xarajati bo'lib qolyapti. Ko'pchilik xarajatdan qochib arzon matras olib qo'yishadi. Oxir oqibat 2 marta, 3 marta xarajat qilishadi. Birinchi o'chiritda komfortga qarasanglar, narxi oxirgi darajaga qo'yishimiz kerak. To'g'ri, narxga ham ahamiyat berishimiz kerak. Lekin birinchi o'chiritda sog'lig'iga ahamiyat berishimiz kerak. Hozirgi klientga o'xshab turib, siz ham 2-3 marta matrasga ham tushasiz. Agar uzoqroq muddatda u matrasdan foydalanib, pulimni ekonom qilaman deydigan bo'lsangiz, oxiri siz doktorga ham ishingiz tushadi va u yoqqa ham xarajatingiz ketadi. Eng muhimi, u sog'liqni hali tikla olasizmi, tikla olmaysizmi? U yana bitta katta muammo olib keladi sizga. Arzon matraslarimizga kamroq mahsulot ishlatganimiz uchun uni sifati ham pastroq bo'ladi, ham narxi ham arzon bo'ladi. Kamroq mahsulot ishlatganimizdan keyin u sizga komfort darajasi ham past bo'ladi. Sifatli matraslarimizga o'zini me'yorli hamma narsalarimizni ishlatamiz, u sizga maksimal komfortni olib keladi. Har bitta klientimizning ustida individual shug'ullanib, ularga biz matraslarni
tavsiya etamiz. Vesi og'ir inson bo'ladi, yengil inson bo'ladi. Agar yengil inson bo'ladigan bo'lsa, biz ularga boshqa modelimizni, ya'ni yumshoqroq modellarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Og'ir vesli odamlar bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha yumshoqlikdagi matraslarni tavsiya etamiz. Sababi og'ir vestini hisobiga agar juda ham yumshoq matras tavsiya etib qoladigan bo'lsak, u matrasga juda ham maksimalni kirib ketib qoladilar, o'zlarini diskomfort his qiladilar. Qimmat matrasga keladigan bo'lsak, bu hammasi ham sizga qimmat matras zo'r to'g'ri keladi deb aytolmaymiz. Sizni yoshingizni, og'irligingizni, sizni fukusingizdan kelib chiqib turib, biz matras tavsiya etamiz. Balki sizga arzonchi matras to'g'ri kelishi mumkin, balki o'rta narxdagi, balki yuqori sifatdagi matras to'g'ri kelishi mumkin. Bizani boshqalardan farq qiladigan jihatimiz, biz sizga faqat matras sotmaymiz, sizga to'g'ri keladigan matrasni tavsiya etamiz. Olish, olmaslik u sizni o'zingizni tanlovingizga bog'liq. Hech sizlarda ham bo'lganmi, menimcha ko'pchilikda bo'ladi. Joy o'zgargandan keyin bir xil baza qilib dam olib keladi, bir xil bunaqa qulaylikni his qilmasdan uxlolmaydi, uxlamasdan chiqadi. Bu asosiy sabab shu matras bo'ladi. Bir xil klientlarimiz chet davlatlarga ko'p uchishadi, sayohatlar ko'p qilishadi. O'zligisini matrasda bir 10 yil, 15 yil umrligisini o'tkazib qo'yishgan, lekin chet davlatlarda, mehmonxonalarda borib dam olib kelishgandan keyin telefon qilib aloqaga chiqishadi. Nimaga men chet davlatda yotganimda maza qilib dam olaman, uyga kelganda maza qilib dam ola olmayman. Sababi o'tda o'zlari uchun diskomfort matras tanlab qo'ygan bo'ladilar. Mehmonxonada maksimalni klientligisini udobstvasi, komfort zona yaratish uchun maksimalni yaxshi matras tanlashadi. Undan keyin sizlar chet davlatda maza qilib dam oldim deysizlar-ku, lekin asl sababi bu matrasga borib taqaladi. Matrasda yana bitta katta ahamiyat beradigan joyimiz matrasning muddati bo'ladi. Stroki juda ham qisqa matraslarni tanlamasligingizni tavsiya etaman. Bu sizga yana katta xarajat olib keladi. O'zi asosan sifatli matraslarni stroki juda ham baland bo'ladi. Faqat u matraslardan to'g'ri foydalansagina uni umri uzoq yashayveradi. Misol uchun matraslarni ustiga har xil narsalar to'kib yuboramiz, har xil farzandlarimizni olib yotamiz, ular ham sep qo'yishadi, boshqa narsa qilishadi. Har xil hidli chiqarishni boshlaydi. O'sha u matrasni biz tavsiya etmaymiz yotishni. Chunki har xil infeksiyalar, bakteriyalar o'zida jamlab oladi. U matrasni siz yuvib tozalolmaysiz, u o'z ichiga singib kirib ketadi va o'sha o'zbekcha qilib aytganda palakatni ustida yotgan bo'lib qolasizlar. Bularni oldini olish uchun ham o'zini spes g'iloflari chiqqan, ya'ni namatrasniklari chiqqan. Har bitta matrasga mo'ljallab turib, biz namatrasniklar yasab beramiz va kir bo'lishini oldini ham oladi. Faqat bu matrasni bakteriyalar, boshqa narsalar uchun emas, u matras yomon bo'lib ketganni turlari juda ko'p. Misol uchun cho'kkani bo'lishi mumkin. Matrasni o'zini holatini yo'qotadi. Ya'ni qanaqa yo'qotadi? Formasini yo'qotadi. Matras yoyilib ketgan bo'ladi. Klientlarimiz ko'pi faqat cho'ksagina alishtiraman deyshadi. Bu noto'g'ri narsa. Matras o'zini formasini yo'qotgandan keyin sizga komfortning zonasini ham yo'qotadi. U matras yoyilib ketadi. Bir xil klientlarimiz "Meni matrasim yaxshi turibdi, faqat uni ustini alishtirib berasizlarmi?" deyshadi. Lekin u matrasni ildiziga tushadigan bo'lsa, u matras o'zini formasini yo'qotadi. Faqat ko'rinishigina matras. Ko'pgina klientlarimiz restavratsiya haqida murojaat qilishadi. Matrasda restavratsiya qilgandan ko'ra yengil matras olsanglar, sizga ko'proq muddatga chidab beradi. Ham restavratsiya qilgan matrasingiz sizga narxi juda ham balandga aylanib ketib qoladi. Undan ko'ra yengil matras oling, ham komfort zona o'zingiz uchun yaratganingiz ma'qul. Yuqoridagi ma'lumotlar sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar sizlarga muammolardan kelib chiqqan holatda matras taklif qiladigan xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, opisaniyadagi silka qoldiramiz yoki telefon nomeri qoldiramiz. O'shalarga aloqaga chiqishinglar mumkin.